Assalamu alaykum to'rdoshlar. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zamin deb chiqadi. Uyg'ur shu zaminning egasi bo'lganlik uchun erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Vatandagilar badal to'layotidi. Vatandagilar erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Vatan sirtidagilar yo'q. Ular qo'saqlik g'amida bo'layotgan bir top insonlar. O'ylab yiqinglar. Chet elliklarning ichida hech Uyg'ur tilini biladigan ni mutaxassislar bor, siyosiyonlar bor. Shularmi bizning Facebooklarimiz qarab turyotidi. Ayrim xandim so'zlashimiz, ingliz so'zlashimizning hojati yo'q. Menmi Norveç so'zlashimning hojati yo'q. Uyg'urga Uyg'urcha anlataman. Bütün dunyodagi insonlarga vatan bizga kuyinayotgan do'stlarga Uyg'urcha anlataman. Chunki ularga tarjimonning keragi yo'q. Her bir devlette ni bizge kızıqıvatkan Uygur tilinde mükemmel şundaq insanlar var. Siz özünüzge bana tapman, ornunuzdan tursunuz, kolunu sunadigan dostlar şu vaxtda sizni izleydi. Hazır Uygur özü ornudan turmayıvatıdı. Özü anlığını unutmayıvatıdı bu davani. Bizning derdimiz nimeti dese, ailem nerede? Tukunum nerede? Yeni bir demem nerede? Hey, nerede oldu senin tukunun vatanda olmay? Xitay konsulunun aldığı yetip aldыңlar. Xitayga anıltamsızlar derdіңlar ne? Yaman külkilik. Özenge sual koypak. Naaydı hecivi kıvatkan kılıklarına sual koypak. Bay kuturatkuları ya ki başlamçıları məqsədlik bolsun mu? Akıda ergeçkenlerinler ço. Döttükten başka nərsə emas. Uyghur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi bilib ol. Vatanda kuniga nimalar bo'layotidi bilmamsa, tasodifilikdan bo'lgandek munda bo'ytibdi, anda bo'ytib. Yo'q, vatanda qirg'inchilik bo'layotidi. Shu zaminning egisini qiryotidi Xitoy. Bilmay qolgan o'xshaysizlar. Uning uchun nima ish qilasiz? Zamin deb chiqasiz. Zaminning egisi bo'lganligimiz uchun ayol qirg'inchilik bo'layotidi. Biz qutulganlar zuvanimizni chiqarishimiz kerak. Zuvanimizni chiqarmasak urug' tuqqanlarimizningki ro'yiga duo qilib o'timiz deb o'ylasangiz bo'ldi. Ko'zingizni yumib o'ylab yiqing. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zamin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.